Hammaga assalomu alaykum do'stlar. Bugun sizlar bilan Javohir 1 2 3 4 5. Bugun sizlar bilan Minecraft o'ynab, ukam bilan uylar jangi o'tkazamiz. Bu videoga like bosib, obuna bo'lib qo'ying do'stlar. Burada ukam bilan Minecraft qo'shilib, flat zonada birga bir uy yasab, uni solishtiramiz do'stlar. Qani bo'lmasam, katta zonada mana kirib oldik zonaga. Ukam mana Shaha nomer 1 to'g'ri Shohjahon ota ukamni salom deb qo'yapti sizlarga, obunachilarimga. Unda Shohjahon katta boshladik, ko'p uzoqqa ketma uka, she'rlarga quraveramiz uylarni. Ey, qayerga ketyapsan? She'rlar quramiz deyapman-ku. Ey, she'rlar quramiz uyni. Men she'rlar boshlayman do'stlar. O'zimdan xohlagan blokdan, xohlagan biz nima kreativ jabza xohlagan blokdan foydalanishimiz mumkin. O'sha uchun xohlagan blok bilan quramiz do'stlar. Men hozir bironta olmos bilan qurayman. Olmos taqiqlangan bilmayman-ku, lekin olmos bilan qurish kerak-da. O'zi yaxshi ko'rinadi olmos bilan qursang. Uy, qani bironta blok bormi qidirish kerak. Qani bironta berlarga bironta blok yo'q. Bironta yaxshiroq blok yo'q, lekin men do'stlar ko'k rang yaxshi ko'raman, o'sha ko'k blok qidiryapman. Bironta yaxshiroq. Qani qidirish kerak. Berlarga yo'q. Do'stlar, mana yo'qqa tushish kerak. Berlarda bormi? Berlarda ham yo'q. Blok yo'q. Bir yaxshiroq blok. Yana qidiramiz. Ularda qani bironta blok chiqsin yaxshiroq. Men topdim do'stlar. Ana bunlardan ishlatamizmi? Yo, bulardan bironta chiroyliroq blok yo'q. Ana bunlarda bor ekan do'stlar. Mana oxirdagisini ko'kni tanlaymiz. O'shani olib quramiz do'stlar. Ketdik. To'rt burchakli quramiz do'stlar. Hamma yoq teng uyni quramiz do'stlar. Birinchi qurib ko'raylik, yaxshiroq blokmi, yaxshi ko'rinadimi? O'zchalik yaxshi ko'rinyapti, yaxshi blokka o'xshayapti. Qani quramiz. Telefonim qotsa uzr do'stlar, chunki Minecraft 1.1 video yoqqanim uchun do'stlar qotishi mumkin do'stlar. Lekin siz like bosib obuna bo'lib qo'ying, unga taxlashga urinaman do'stlar. Qani bu blok g'alati ekan, yo'qotish kerak do'stlar. Lekin qurib ko'raylik. Qani bir to'rt burchakmi biror narsa. Qani yaxshi chiqyapti o'zchalik, lekin bu yoqqa quramiz endi. Xuddi shunday 4 ta yoki 5 ta blok quramiz. Boshqa yoqlarga qolib ketyapti, chunki telefonim qotyapti do'stlar. Mayli, bosamiz do'stlar. Sizlar uchun yo'q. Yaxshi, teng bo'ldimi? Teng bo'ldi endi. Bitta oshib ketdi do'stlar. Ukam temirdan quryapti. Uka, sen temirdan qurish mumkinmi? Olmosdan ham qurish mumkinmi? Unda olmosdan quramiz do'stlar. Xunuk blokda bu. Xunuk ekan blok bo'ldi do'stlar. Olmosdan quramiz biz. Biz bekor bundan quramiz. Olmos mumkinligini bilmasdik-da biz. Mayli, undan olmosdan quramiz. Hozir uyni ulatib tashlayman. Hozir uni almashtiramiz olmos blokka. Mana olmos blok qo'yamiz. Yo'q, nimadan qilaymi? Yashil blokdan. Olmos blok yaxshimi do'stlar? Olmos blokdan qursa yaxshi. Yoki yashilmi yoki sariqmi? Yashilmi? Olmosdan quramiz do'stlar. Chunki ko'k ham men yaxshi ko'ragan rangdan. Ularni polni udalt uchiramiz. Telefon qotyapti-da do'stlar. Uzr. Shamollagan do'stlar. Ketdik. Uchiramiz. Qo'yilib ketyapti bloklar ham. Uchiramiz. Ketdik. Endi olmos blokdan xuddi shunday to'rt burchak yasaymiz. Ukam уже qurib o'libdi tayanchlarini. Buncha tez ketdi. Biz tez qurishini qarang. Minecraft ko'p o'ynaydi ukam, o'shanga shunday men uncha ko'p o'ynamayman. Sizlar uchun lekin Minecraft o'ynayapman do'stlar.
mayli to'rtburchak quramiz. Xuddi shunday qilib 4 tarafga pastdan, 4 tarafga tayanch, 4 tarafga tepa qurishimiz kerak bo'ladi do'stlar. Xuddi shunday qilamiz. Bu videoni 2x qilib o'tkazib yuborishim kerak, chunki ko'p vaqt oladi, ko'payib ketadi video. Uni montaj qilib taxlayman o'zim 2x qilib. Mana shu tarafga 4 qilib taxlaymiz, 2x qilib o'tkazib yuboraman do'stlar. Tezroq qilib o'tkazib yuboraman mana 2x qilib. Ko'ramiz. Mana bunday 4 tarafdan quramiz, 4 tarafdan quramiz, 4 tarafdan mana shunday qilib 4 tarafdan. Asosiy do'stlar, xato qilmaslik do'stlar. Ukam o'sha uyini qurib bo'ldi do'stlar. Ikkinchi qismida do'stlar, bu videoning ikkinchi qismida uyni qurib bo'lganimizdan keyin ichini bezatamiz, har xil modlar qo'shamiz Minecraftga. O'sha bilan mebel modlarini qo'shib, uyni bezatib, uyni ichini ko'rib, baho berasiz do'stlar kommentga. Kim ko'p nima qilsa o'sha komment, masalan, ukamniki bo'lsa uka deb yozib ketasizlar, aka bo'lsa aka. Men o'zim akaman. O'sha uchun ukamning uyi birinchi deb hisoblanadi, ikkinchi o'rin meniki. Bir raqam qo'ysangiz ukamga hisoblanadi, 2 raqam qo'ysangiz menga hisoblanadi. Shuning uchun kommentga yozib keting, 1 mi yo 2 mi? 1 ukamniki, 2 meniki. Ana shunday qilib 4 tarafdan quramiz bloklarni. Kommentga yozib keting do'stlar. Ko'raman men kommentda, har bittalaringizni o'qib chiqaman kommentni. Nimalarni. 1 qo'ysangiz ukamniki bo'ladi uyi, chiroyli chiqqanligi, 2 qo'ysangiz meniki bo'ladi do'stlar. Ko'ramiz, endi 4 tarafga qo'yamiz. 4 tarafga qo'yamiz. Do'stlar, shunday qilib tayanchlarni yig'ib olamiz. Ukam o'sha qurib bo'libdi, to'ldiryapti ukam. Buni qarang, to'ldiryapti. O'zi ukam to'ldiryapti do'stlar. Qitta nimagadir mikrofon ishlamay qoldi do'stlar, menimcha. Do'stlar, endi yana nima qilamiz? Topish kerak, yana blokdan shundan foydalanamiz. Uchta blok yaltirayotgan blok. O'zlari ham juda chiroyli bu blokni. Qo'ygan paytingiz ting degan ovoz chiqadi. Yomon chiroyli blok, lekin yaltirab o'tiradi. Kristal blokda bu. O'sha uchun shunday. Unda katta 4 tarafga 4 ta burchakka shuni bitta-bittadan qo'yib chiqish kerak bo'ladi. Bittadan ikkita emas, bittadan bitta pastga qo'yib chiqamiz. Bu men o'zim o'ylab topgan uy uchun quryapman. Men hech qanday internetdan topganim yo'q. O'zim quryapman. O'zim katta pastga qurib ketyapti. Nima bo'lyapti? Tepaga, bitta pastga, bitta tepaga. Bitta tepaga qo'yilib ketdi, boshqa yoqqa. Bitta tepaga endi olmos blok qo'yish kerak. Xato qilyapti, telefonim qotyapti, shuning uchun boshqa yoqlar sindirilib ketyapti. Do'stlar, bitta tepaga, bitta pastga qo'yish kerak. Shu blokni ol, bitta tepaga, bitta pastga. Ketdik. Bitta pastga, bitta tepaga, ikkita qo'yilib ketdi do'stlar endi. Usul do'stlar endi. Hammasini o'rib oldik do'stlar, ana. Ko'rganingizdek, endi shisha yoki bironta odamni hayron qoldiradigan narsa topish kerak, blok topish kerak. Shishami yo bir narsa. O'zimizdan g'oya yaratishimiz kerak, topishimiz kerak bir narsa bo'ladimi? Mana shishalar bor ekan. Ko'k shishadan ishlatamiz, chunki ko'k qilyapmiz. Ko'k to'rtburchak shishadan ishlatamiz. Ana shu ko'k to'rtburchak shishadan nechta qo'yib chiqsak bo'ladi? Bir 4 ta qo'yib chiqsak bo'lsa kerak. Bitta to'ldirib chiqamiz ularni. Har tarafdan 4 ta qo'yib chiqishimizga to'g'ri keladi, 4 ta. Bitta pushti blok hisoblamasak 3 ta. O'zi 4 ta qo'yib chiqamiz. Ana pushti blok tepasidagi bilan 4 ta qo'yib chiqamiz. 4 qator. Pasti ham, tepasi ham 4 xil. 4 ta bo'ladi. Do'stlar, 16 ta bo'ladi umumiy. 4 16 ku, o'shanga shunday bo'ladi. 4 ta har tarafdan 4 ta qo'yishimiz kerak bo'ladi. Shunday qilib ikki chetlarda bu yerni o'tkazib tezroq qilib yuborish kerak, chunki vaqt video cho'zilib ketishi mumkin. Shunday qilib 4 ta qo'yib chiqamiz. 4 ta ketdik do'stlar. 4 ta qo'yib chiqamiz har taraf burchaklarga devorni.
to'rtta qo'yib chiqamiz. To'rtta. Shunday. O'rgimchak tiqilib jonan tegdi-yu. Yana kelib qoldi o'rgimchak. Ey, shunaqa bor o'rgimchak. Ketdik. Do'stlar, bu videoga like bosib obuna qo'ying do'stlar. Bu videoni ertaga ikkinchi qismi chiqadi do'stlar. Bu shu binoni, shu uyni mod qo'shib bezatamiz do'stlar. Keyin ukamni uyga kirib, men uyimga kirib, kimni yaxshiligi, kim ko'p bezatgan, kim yaxshi bezatganligini ko'rib, o'shanga baho beramiz. Birinchi raqam ukamning uyi bo'ladi. Ikkinchi raqam mening uyim bo'ladi. Shunga taxlang do'stlar, ketdik. 4 ta blokdan 4 ta yasaymiz. 4 ta har tarafdan 4 ta yasaymiz. Qani do'stlar, qani. Ketdik. Qani. Ketdik do'stlar. Ketdik. Yana bironta blok topish kerak. Endi bironta ko'k blok yaxshiroq yaltilab turadigan blok. Berlarda uncha yaxshi bloklar yo'q ekan do'stlar. Berlarda ham yerda ko'rdik-ku, yeri yo'q. Berlar yaxshilab qidirish kerak, bo'lish kerak, yaxshiroq blok yo'q. Bu oq blok to'g'ri kelmagan do'stlar. Yana qidiramiz. Bu yoqqa o'tamiz. Qani, bu yoqqa pastga tushish. Bu yoqda ana bu olmosga o'xshash olmosning kichkina varianti bloklar bor ekan, shuni tarafdan. Shuni ko'rsak bo'ladimi? Qani to'g'rib kerakchi. Yarashadimi? Yarashaygan do'stlar. Ketdik yana shundan bitta shunday qilib xuddi ustunjaday qilib qo'yamiz 4 tarafganni. 4 tarafgan shunday qilib qo'yamiz. Boshqadan qo'yib ketyapti-ku. O'chir. Shunday qilib 4 tarafga qo'yib chiqamiz. 4 tarafga qo'yib chiqamiz. Qani. Bo'lyapti, 4 tarafga qo'yib chiqilyapti. Boshqa yoqqa qo'yib ketyapti-ku do'stlar, nima bo'lyapti? 4 tarafga qo'yib chiqish kerak. Ko'p xato bo'lyapti do'stlar. Yana xato. Telefon qotyapti do'stlar. Telefonim uncha yaxshi emas. Lekin sizlar uchun video chiqaraman. 4 tarafga 5 ta bo'ldim. Adashmasam 5 tadan qilyapmiz. Men 5 tadan qilyapman deganimiz. Ikkita joy qoldi o'zi. Mana bu bilan yana qo'ysak bitta joy qolyapti. Endi bironta yana ko'k narsa topish kerak. Uyimizga mos blok topishimiz kerak. Uni ham topishimiz kerak. Mana bu yerlarda bironta bloklar bu bo'lmaydi do'stlar. Kim qanaqa ekan? Uni ishlatdik. Bu yerda ham yo'q. Muzni ishlatamiz do'stlar. Bu qutni eng balandini ishlatamiz, chunki videomizga mos bo'ladi eng balandi. Mana shunday qilib, mana shu 4 ta tirza taraflarga, 4 ta tirzadan adashmadan 4 ta bitta taraf eshik bo'ladi. Birinchi katta tirza tarafdan, deraza tarafdan ana shunday qilib qoplab chiqamiz. Chetidan chiroyli ko'rinishlari uchun ikkitadan emas, bir qavatdan qoplab chiqish kerak. Bir qavatdan. Har 4 tarafga bir qavatdan qoplab chiqish kerak. Qani. Qoplab chiqamiz. Biz yana 3 ta qoldi. O'rgimchak tomni yuribdimi? O'rgimchak. Xalaq beryapti bizga o'rgimchak. 3 ta qolibdi. Mana shunday qilib hamma yo'llarini o'rab chiqish kerak. Chiroyli chiqdi do'stlar, yarashdi. Shunday qilib hamma taraflarini tezda o'rab tashlashimiz kerak. Tezroq. Shunday. Ana shunday. Ketdik bu taraflarni. Ham bir taraf eshik bo'lishi kerak, o'shani topishimiz kerak. Qaysi taraf eshik bo'lishini
va qolgan bilan ana shu kichkina oynachalarni ham olib qo'yamiz. Shuni to'ldirgandan keyin kichkina oynachalar bilan bu yerni to'ldiramiz do'stlar. Kichkina oynacha ko'p bo'lishi kerak. Bir qavatda katta oyna ishlatmaymiz, kichkinasidan ishlatamiz. Yarimta oyna ishlatamiz. Chunki bu yarimta oyna chiroyli bo'lib chiqadi o'shanga. Shunday to'rt tarafda o'rab chiqdik do'stlar. Bu taraf eshik taraf qoldi. Bu yerni eshik qilishimizga to'g'ri keladi. Beni sindirib, Creeper atgancha beri sindirish kerak. Eshik qilmoqchi edik-ku. Beni sindirishimiz kerak. Creeper to'roqqa bor. Ana bu yerni yaxshiroq qilib o'rab tashlaymiz. Ketdik tezda endi oynachalarni qurib tashlaymiz. Oynalarni tezda oynalarni quramiz. Ketdik do'stlar. Tezda chetlarni o'rab 3 qavat oyna bo'layotganda 2 qavat tepani olamiz, keyin bir qavat o'zini qilib tashlaymiz o'rtani. Tezda qilish kerak. Tezda. Siz bungacha obuna va like bosib qo'ying do'stlar. Bu video yoqsa ikkinchi qismi, uchinchi qismi ham bo'ladi. Boshqa Minecraft o'ynaymiz, keyingi bironta videolarda Olib PUBG Mobile o'ynaymiz dedim. Birga 9624 ukam bilan yana bir narsalar, kontentlar qilib tashlaymiz sizlar uchun hammasi do'stlar. Ketdik do'stlar. Mana shunday qilib ikkita bitta shunday o'rtasini esa oxirida qilamiz. Mana bunday qilish oson ekan. Men devnaga o'xshab nima qilyapman? Egilib, qiynalib yotibman. Mana bunday qilsa bo'lar ekan do'stlar. Buni taqadik. Bu yerni ham normal tanlab qo'yish kerak. Bu yerda 3ta eshik bo'ladi do'stlar. 3ta eshik to'ylash kerak. Endi do'stlar, kerakli narsalarni olishimiz kerak. Bitta divan, keyin yerdan boshqa narsa olamizmi, olmaymizmi? Eshik olamiz aytgancha. Bitta zo'r eshik, qimmat eshikdan, boylarning eshigidan olamiz. Chunki o'zimiz ham boymiz. Qarang, diamantdan qurdik-ku. Masalan, olmosdan qurdik uyni. O'sha uchun olmosga yarashadigan eshik oldik. Ketdik endi do'stlar. Yana bironta blok topishimiz kerak. Chetlaridan, uyni chetlariga qo'yishga. Va ana bu itni afzal ko'rdim men, chunki chiroyli chiqadi. Keyin yo'lakcha ham qilamiz, kirayotgan payt chiroyli ko'rinadi do'stlar. Men bu safar do'stlar, bu videoda ikkinchi qismida qo'y nima qiladi bera? O'sha yoqqa bor, qo'y. Ketib berdan. Xalaq beryapsan. Video olyapman. Ikkinchi qismida do'stlar mebel modini qo'shaman, Furnicraft modini qo'shaman do'stlar. Agar bu sizga kerak bo'lsa do'stlar, Play Marketga kirasiz. Minecraft mod, Furnicraft yoki mebel mod deb bo'lsangiz birinchisiga chiqadi. O'shani olib mod o'rnatsangiz bo'ladi, 1.21 versiyaga. Boshqa Minecraft ham bo'ladi. Men o'shani qilmoqchiman ikkinchi qismda. Furnicraft modini o'rtasida eshik qo'yamiz. Endi o'sha Furnicraft modini qo'shsangiz juda yaxshi mod. Va do'stlar, endi boshlaymiz ikki chetidan. Ana shu yashil bloklar bilan o'rab chiqamiz. Oldin chiroyli chiqdimi ko'raylik. Qani chiroyli chiqdi. Uyimiz juda chiroyli chiqdi do'stlar. Xuddi to'rt taraf boylarning uyida, xuddi bankda chiqadi do'stlar. To'rt tarafdan shu yo'lakcha qilib olishimiz kerak bo'ladi do'stlar. Ketdik, yo'lakcha qilamiz, yo'lakcha. Bunday shunday qo'y, yana qo'y aralashyapti. Hozir qo'yni o'ldirib qo'yaman. Lekin o'zi qilichi bilan. Qo'y ketib berdan. Sabim buzyapsan, qo'y. Videoga olyapman. Qilyapmiz shap tez qilib olishimiz kerak bo'ladi. Shunday endi bu o'yna ko'rmaydi do'stlar. Chunki yo'lakcha qilish xato qilib qo'yibman, lekin chiroyli chiqyapti. Davay, ketdik. Biroz shamollaganman do'stlar, uzr lekin. Lekin shap qurib tashlaymiz. Yani shunday yo'lakcha chiroyli chiqdi yo'lakcha. Qani do'stlar, chiroyli chiqdimi? Uzunroq bo'ldimi? Endi shu chetlarga, qirrachalarga shu pushti blokdan, chiroyli yaltiroq blokdan qilib chiqamiz, chunki chiroyli ko'rinishi uchun do'stlar. Xuddi boylarning uyiga kirganda kirish kerak. Do'stlar, olamni ichini ham taxlaymiz. Ketdik do'stlar, ketdik. Shunday qilib do'stlar, taxlab chiqamiz qirlarga.
Mana chiroyli chiqdimi do'stlar. Buni ichini ham taxlaymiz hali. Unda mana shu yerdan bironta blok olishimizga to'g'ri keladi do'stlar. Bironta blok olamiz. Yaxshiroq, chiroyli model, nimaga mos, uyga mos blok, chiroyliroq blok olamiz. Mana bu yerda qirachalar bor ekan. Mana bundan bitta olamiz. Gilos daraxtidan yasalgandan. Shu o'zimizga mos o'rtada qo'yamiz, chetda qo'yamiz, o'rtada qo'yaylik, chiroyli chiqadi. Unda taxtasidan gilos daraxtidan yasalgandan olamiz taxtachasini. Bitta chetlariga qo'ysak, xato qolib ketyapti. Chetlariga qo'ysak, qanot ham chiqdi do'stlar. Chiroyli chiqdi do'stlar. Unda yana bironta narsa qilamiz. Bezatamizmi ichini? Sham, ko'k va qizil shamlardan foydalanamiz do'stlar. Chiroyli chiqadi ikki tarafdan. Bittadan qo'yib chiqamiz, bitta qo'yib chiqamiz. Unda qizil shamni boshladik. Chap tarafda qizil sham bo'ladi, o'ng tarafda ko'k sham bo'ladi. Bittadan qo'yib chiqamiz. Teng bo'lishi kerak. Lekin bitta tashlash kerak blok, chunki chiroyli chiqadi. Buni qo'yib chiqsang chiroyli chiqmaydi, o'sha uchun. Endi mana shunday qilib qurib tashlaymiz. Bitta bu yerda qurib bo'lmagan, lekin ustiga qo'yamiz, qo'ymaylik. Keyin esa buni ustiga qo'yamiz. Mana do'stlar, qarabsizki, juda chiroyli. Unda keyingi nimaga o'tamiz do'stlar. Chiroyli bo'ldimi do'stlar? Chiroyli bo'ldi do'stlar. Endi bironta yana blok qidirishimizga to'g'ri keladi. Unda chiroyli uyimizga mos bloklarni, shu o'tlik bloklardan foydalanamiz. Mana bu archani bagi, yo'q, gilosni bagi, gilos daraxtidagi gullagan daraxtni o'sha bagidan foydalanamiz do'stlar. Chiroyli chiqadi do'stlar. Mana shunday qilib uyimizni o'rab chiqamiz. Bir tarafdan gullagan daraxt, bir tarafdan gilos daraxtining gullaridan o'rab chiqamiz. Chiroyli chiqadi do'stlar, shuning uchun. Ketdik, o'rab chiqamiz. O'raymiz. Ketdik do'stlar. Ketdik. Qani, yarmigacha shu yergacha o'rab chiqamiz. Yo'q. To'g'ri, shu yergacha o'rab chiqamiz. Bu yog'ini esa ashitib, keyin o'zimiz saqlab olamiz. Mana bu yerda nima qilib chiqamiz yana? Qani. Gullagan daraxtdan chiroyli ekan. O'rab chiqamiz. Shunday qilib do'stlar. Mana taxladan bo'ling do'stlar. Kam qoldi do'stlar. Qani. Bu videoga like bosib qo'ying do'stlar. Iltimos, chiqinoqchalik yoqib qo'ying. Bu meni video chiqarishimga yordam beradi do'stlar. Zombimi? Menga yopishyapti. Qani, mana shu yerdan mana bu yergacha ulab qo'yamiz. Bu yog'ini ham ulab qo'yishga to'g'ri keladi. Bitta xato qilib ketdim. Quramiz, ikkinchi quramiz. Va chiroyli do'stlar. Endi uchamiz bu tarafda qilishimiz kerak, orqa tarafni. Ukamni uyi juda chiroyli ekan do'stlar. Ko'rdingizmi? Yonda hozir borib ko'ramiz do'stlar. Qani, buni quramiz ikkita esa buni quramiz. Bitta bunga, bitta bunga quramiz. Chiroyli do'stlar uyimiz. Endi do'stlar tomini yopamiz do'stlar. Tom ham o'ziga yarasha chiroyli blokdan bo'lishi kerak yoki o'zidan qilib ketib o'sha qurgan almos blokimizdan qilamizmi? Almos blok harakati mana topdik. Almos blokni bizdan qilamiz do'stlar. Tez almos blokdan qilishimiz kerak bo'ladi. Tez. Tez o'rtashamiz do'stlar. Tez mana shunday tez.
Tezroq. Mouse blokini olib tashlaymiz. Tezroq. Mana shunday qilib olmos blokdan quramiz uyimizni. Tamom yapamiz tezroq. Uyimiz ham chiroyli chiqdi. Tezroq quramiz endi. Uncha ko'p bu. O'zi ham juda katta uy quribmizda. Buni bezatish uchun ko'p vaqt ketadi. Bitta shunday qilamiz kam bo'lgani uchun. Bitta uji to'ldirdik. Ketdik. Bitta qolsa nima qilamiz? Ukam uy qarang chiroyligini do'stlar. Juda chiroyli chiqdi va videomiz tugadi do'stlar shu joyida.